hurmatli kuzatuvchilar, mana yonimda onaxonimiz, bemorimiz o'ttosh kasalligini asolati bilan bizga murojaat qilib kelganda umumiy ahvoli ancha qiyin edi. Deyarli harakat qilmayotgandi. Bir hafta davomida o'ttosh kasalligini asolati bilan bezovta bo'lib kelgan bizga. Mana biz amaliyotni bajardik. Bugun 3-sutkasi, o'zlarini yaxshi his qilyapti. Holatlari yomon emas. Bizdan juda ham xursand. Shu bemorimizni bugun mana bizga bir ikki og'iz aytadigan fikrlari bor. Onaxon, amaliyotlarni qanaqa o'tkazdingiz? Amaliyotlar qanaqa bo'ldi? Qiyinchilik bo'ldimi? Shular haqida bizga bir ikki og'iz so'zlab bersangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum vatandoshlar. Men Qo'qon shahridan keldim. Holim juda xarob. 115 kilo vazn bilan keldim. Hoji Akbar, rahmat. Shunchalik meni oyoqqa turg'iztirib qo'yishdi. Allohga shukr. Agar kimdagi shuni muammo bo'lsa, hech qachon ikkilanmay shu klinikaga kelaveringlar. Rahmat, hammalariga rahmat. Klinikani hamma a'zolariga, hamma odamlariga rahmat. Mana men yuryapman. Choylarni ichyapman. O'zim harakat qilib qoldim. Mana bugun 3-kun uxladim ham, rosa yaxshi chiqdim. Reanimatsiyonadagilarim yaxshi. Operatsiyalar yaxshi. Hammalari juda yaxshi. Hammalaringga ming rahmat. Sog' bo'linglar iloyim. Rahmat, salomat bo'ling. Boshqa kasal bo'lmang. Ichamizga ishi tushmasin. Agar ishi tushadigan bo'lsa, doim biz xizmatdamiz. Kam bo'lmang, salomat bo'ling. Rahmat.